bugun harakat qilmayapsan, ertaga ham harakat qilmoqchimassan. Siz faqat qoldirasiz, indinga qilaman, keyingi oydan boshlayman, oyi boshidan boshlayman. Bu ichida nimadandir kuchli xafaligi bor insonni bahonasi. Kimdir uni kelib, qo'lidan ushlab, ko'tarib qo'yishni kutadi. Bunday inson yutuqqa erisha olmaydi. Agar siz o'zingiz ko'tarmaskansiz kutasiz, kimdir meni rivojlantirsin, kimdir meni o'stirsin, kimdir meni ulg'aytirsin. O'zingiz qachonki ichingizdan mana shu mag'zni yorib chiqmaskansiz, uni huzuri, uni lazzatiga yetadigani yo'q. Qo'ying, men adangizga nimadir bo'lsa tezda qo'ng'iroq qilib, "Voy, ada yordam bering, men qiynalib qoldim." Yo oyingizga qo'ng'iroq qilib, siz o'sha tuxumni mana jo'ja o'zi yorib chiqsa qanaqa u sog'lom jo'ja bo'ladi. Har qanday tabiat qonuni shunday. O'zi harakat qilib chiqqanda u mustahkamroq bo'ladi. Bu narsani qadab qo'ying telefoningizga va eng zo'r motivatsiya bu o'zingizni uyg'onishingiz. Ertangi kunga qo'yish emas, hozirgi onda uyg'onishingiz.